AirPods Pro Apple kompaniyasidan dunyodagi hozircha eng populyarniy naushnik sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Xarakteristikalari bilan tanishamiz birgalikda. Qo'lingiz bilan tekizsangiz 3D chiqib turgani bilinadi. Originalda. Hadi boshlaymiz, ochamiz. Zaryad qilish uchun quloqchinlar mana bunday bo'lalar. Ichida setkasi quloq originalda. Shu komplektatsiyasi shundan iborat. Naushnik to'da kelamiz. Shunda qaytaradigan setka. Hamma shovqinni yo'qoladi. Yomon zvuklarni yutadi va o'ziga qoldiradi. Faqat muzika eshitiladi quloqqa. Tashqi muhitni eshitmoqchimisiz? Naushnik taqasiz. Bitta bosasiz. Tashqi muhitni eshitadigan funksiyasiga ega bo'ladi. Chunki mikrofon ishlaydi. Har qanday ovozda eshitishingiz mumkin. AirPods ichida mikrofon bor. Bu mikrofon siz ovozingizni ichkarida siz gapirsangiz qulog'ingizga nima deydi, vakuumga o'xshab kelishini kamaytiradi va chista ovoz keladi. Gapiradi. Tashqi muhitdan bo'ladi. Eshitadi. O'zingiz ham eshitadi. Buning ichida высокоэффективный Apple kompaniyasining o'zini razraботчик dinamika bor. O'zini protsessoriga ega va bu protsessor har qanday zvuk, har qanday muzikani tiniq qulog'ingizga yetkazib bera oladi. Ushiritili juda kuchli. Bunday qilib yurganingizga ovoz yetarli. Ovozni o'zi yarimdan ko'tarsangiz qulog'ingiz o'zi nima deydi? Tiniq ovoz va baland ovozdan me'yorga yetib boramiz. O'zining protsessoriga ega, H1 degan protsessorga ega. Apple'ning o'zini kompaniyasi o'zini ishlab chiqargan protsessoriga ega va bu protsessor muzikani qulog'ingizga tiniq yetkazib berishga ishlaydi. Bir funksiyasi kino, muzika eshitish funksiyasi bor. Ya'ni объемный звук. 3D funksiya beramiz. Taqasiz naushnikda aylanasiga Dolby Digital ovozni ham beradi. Mikrofonga ega. Staq qo'shiq eshitib ketadi, telefon bo'ladi. Telefonda hech qanaqa qiyinchiliksiz ko'tarasiz va ovoz o'z telefonda gaplashganingizdek bo'ladi. Degan funksiyasi bor ikkita. Ushlaysiz. Ikkita bossangiz qo'shiq aytadi. Bosib tursangiz shum, tashqi shumdan
qilmaganlar, yana bosib tursangiz tashqi muhitdagi ovozlarni eshitasiz. 3 marta bossangiz orqa zvukka qaytadi, 1 marta bossangiz pauza bo'ladi. AirPods Pro hech qanaqa suvdan, yomg'ir yoki bo'lmasa suvga tashlab yuborsangiz ham qo'rqmang suvdan. Suvdan himoyalangan. Suvga tushib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Zaryadka oladi bespроводной. Ya'ni simsiz zaryad olish imkoniyatiga ega. Simsiz zaryadka olasiz, ustiga qo'yasiz va zaryad oladi. Batareykasi keladigan bo'lsak, batareykasi 24 soatga yetadi. Zaryadkasi 24 soatga yetadi. O'zini kesadan chiqarib 4,5 soat davomida qo'shib ishlaysiz. Agar mabodo zaryad tugab qolsa, solasiz. Zaryadkaga qo'yasiz 5 minut. 5 minut qo'yganingizdan olib yana 1 soat ishlaysiz bo'ladi. Ulanishi juda oddiy. Hozir ko'ramiz. Mana ochib turganingizdan keyin bu kessa zaryadi, bu naushnik zaryadi. Ko'rsatib turadi. Tamam. AirPods Pro zvuk mikrofonni eshitilyapti. Ovoz zapis qilyapmiz mikrofonni. Menimcha yomon emas. Cho'tga eshitilyapti. Quloqqa turishi yaxshi, komfortni. Yagona naushnik, idealniy naushnik ham bo'ladi. Ko'p naushniklarimiz bor. Birontasi biri zaryadkada, keyingisini ovozi yaxshi emas. Ovozi yaxshi chiqarmaydi. Keyingisini naushniki udobniy emas, quloqqa yaxshi turilmaydi. Keyingisini shumni qaytaradigan funksiyasi yo'q. Birisini tanlasangiz bunisi yo'q bo'ladi, bunisini tanlasangiz bunisi yo'q bo'ladi. Shuning uchun AirPods Pro'ni ideal naushnik deb hisoblayman. Chunki sifati eng asosiysi, ovoz beradigan sifati juda ham yaxshi. Yuqori chastotolari, pastki chastotalarini aniq qilib beradi. Zo'r naushnikka gap yo'q. Boshqa naushniklarga qaraganda nima uchun bu AirPods Pro? Chunki birinchidan mayda, komfortni. Ikkinchidan shuni qaytaradigan funksiya bor. Uchinchidan sifat zo'r. Faqat minus tarafi yo'q, faqat narxi bo'lmasa. Qolgan naushniklar ham shunday narxda. Sal qimmatroq bu. Hatto yaxshisini olasiz. Ham yozda olganim sababi naushnik olgandim. Edifier W860NB. Mana bu yerda turibdi. Mana ko'rmagan bo'lsangiz ko'ringizlar. Mana shu yerga chiqadi. Endi bu naushnik katta. Qulay bo'lmaganligi uchun yozda ham masalan katta naushnik taqasiz, quloqingiz isib ketadi. Bu diskomfortlar bor-da, shuning uchun AirPods Pro olishga qaror qilgandim. Shuning bilan obzorimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib, like bosib, podpiska tugmasini bosib, esingizdan chiqmasin. Xayr.